o't qopida tosh paydo bo'lganda nima uchun o't qopi bilan birgalikda, toshlar bilan birgalikda o't qopi olib tashlanishini sabablari. Birinchidan, o't qopining vazifasi buzilganligi, ya'ni uni ichidagi toshlar olib tashlangani bilan 6 oydan keyin yo 1 yildan keyin yana qayta tosh paydo bo'lishi. Ikkinchisi, safro ichiga, ya'ni o'sha o't qopidagi safroga infeksiya o'tib qolishi hisobiga bu yerda toshlarni yana qayta paydo bo'lishiga imkon tug'ilishi. Uchinchisi, bu o't qopida bo'yinchasida uning diskineziyasi deyiladi, ya'ni o'sha qisqaruvchanligini buzilish hisobiga safroning ichidagi tuzlarni cho'kmaga tushishi va cho'kma hisobiga toshni paydo bo'lishi hisoblanadi. Mana shuning uchun ham tosh paydo bo'lgan bemorlarda o't qopini ichidagi tosh emas, tosh bilan birgalikda o't qopi olib tashlanadi. Bizga juda ko'plab bemorlar murojaat qilishadi va shu o't qopimdagi toshni o'zini olib bering deyshadi. Uni olish mumkin, lekin afsuski yuqoridagi holatlarga olib kelganligi uchun o't qopi bilan birgalikda toshlar olib tashlanishi tavsiya etiladi. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.